Yaxshimisilar, to'rdoshlar. Bugun yana Do'yin Spam orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligim intayin xushalman. Bugun meniki O'zyar studiyamizda nihoyat bir ahamiyatli bir ishlar bo'ldi. Navbatda men bu ishlardan bir xabar bermoqchiman. Xabaringlar bor, anglovchilarimiz biladi. Mening tunji chiqargan Hayot degan mana shu degan plastinkam 99-yilda biz tarqatgan. Endi mushu plastinkada men uchun mushu naqshlarniki natijalik ro'yobga chiqish uchun nihoyat zo'r kuch qo'shgan mening yaxshi ağaynam bir kasbdishim bor. Bugun alayda mehmon sifatida bu ağaynamniki mening ishxonamga kelganligidan intayin xush bo'ldim. Tövanda men sizlarga mana bu naqshni bir aslatib o'tib ketay. Balam deb her daim ot ve ana bağrıma su dizip söylüyorsun. Mana ko'rganinglardek, mana endi bugungi kun ya'ni 26 yil o'tdi. Mana yuqorida sizlar ko'rgan mushu plastinkadagi mening yaxshi do'stim, hamkorlashuvchim Eli Svendaşoniki muzik o'qituvchisi Yaqubjon Abobakri og'aynamni sizlarga tanishtiraman. Yaqubjon adash. Rahmat adash. Xush kelibsiz og'aynam bugun. Men Do'yin Spamlarda bo'lsin, turlarda bo'lsin, bizning ashu dastlab chiqargan Hayot degan mana shu degan dintamdiki adash. Mushu bu tambur muzikasi shu davrdamda biz yosh kichik bolalarga kirib Shundoq. Shu yeshimizga nisbatan biz shu vaqtida shu muzikalar nihoyat zo'r ta'sir qo'zg'agan ham meningki san'at hayotimniki mushu bugungacha davomlashib kelishiga nihoyat cho'ng bo'lgan bir ul sappagan adash. Mushu barcha ko'rganlarga o'zimning bir salomini yo'llasang. Salam to'rdoshlar. Bugun o'zimni nihoyat hayajonlanib o'tiribman. Do'stlarga Toshmamat o'zlikka naqshlarini yetkazib kelyapti. Bu texmi ya'ni qo'lni qo'l tutishib, kuchimizdan berishicha xalqqa biz o'zimizdagi xalq yaxshi ko'radigan ashundaq san'at nimalar bo'lsa, davomli ato qilsak, davomli shularni rozi qilsak deydigan umidimiz bor. Rahmat adash. Hamda to'rdoshlarga men yana bir katta mehmonlarni bir tanishtirib o'tay. Anandan keyin bizning birga o'rtaq bir rahat temamizdan bir aylanib bir paranglashsak shunda adash. Bo'ldi. Ya muqam ansamblniki dağlıq muzikanti Dilmurat Anvar inimba. Dilmurat Anvar. Hamda bu yerda yana bir ümük ağaynam bor. Habibullah Mullam. Habibullah Mullamni deb bo'g'ichilar mushko'rmanlar to'nib bo'ldi deb o'ylayman. Hem biladi. Abiyat yana bir ağaynam Urumchilik madaniyat idorasidan Turg'un Turaqun. Ya'ni nimadash? Biz bu plastinkini hamda shunchalik men shu chaqsini shu endi yetib qo'yib qolishini yaqinda shu yataqda yetib qo'yibdik, chiqdik, mashq qildik dedik. O chaqda bu plastinkini chiqarganda bu hozirgidek Habibullah Dilmurat Turg'un ilib yerimini bugun aytib, toza mümkemmatıdır, gençörim mümkemmatıdır, et qağını aytay deydiğin iş yok deyip. Birli kirib naqshini aytimiz. Biraqlı, to'ngchi. To'g'ri, to'liq yaxshi chiqqansa kelamiz. Agar tambirning biror payt xato desab qolsa yana qaytamiz. Yana qaytib kelamiz. Dutta tambir o'chaqda g'ijak narlashtirgan. G'ijakni 3-4pan o'makdimi shu Hamidjon. Shu vaqtda bizning savaqda işte savaqda qarar o'qigan. Hamidjon deb 3-4panlar. Dutta tambir g'ijak qilgan biz. Bu shu muzikani o'chaq duttani o'zamchilab, tambirni yoqcan, Hamidjon g'ijagini chilib, o'sha holatda biz shu plastinkini ovoz elib neşe tayyorlab chiqargandan keyin hamda hammamizga bu plastinkiniki ko'rsatgan ta'sir kuchi san'at yo'limizga bo'lgan. Biz o'rganib ifodagach naqshlarimiz kichik vaqtlarimizda. Shunda. Bilan ishimiz hamda bir mahallik. Sog'im mahallik bu kamni oldi o'ynab cho'g'an men. O'zimni aksi. Shu mahalda mana ash deylarni biz elib yurgan naqshlarni aytishni. Öz vaqtida. Shunda esimda bor. Puchunlar Toshko'rik yezilikda puchunlar. Toshko'rik odamlari. Biz shahar Mana shu davrlarni o'tkazib bugun gaptoq. Bugun bak ahamiyatli ish bo'ldi. Hamda qachonlar qilayotishim. Shu chaqda biz aytganda tambir naqshlar ko'p. O naqshlar masalan ota va ana, abdi naqsha, mush bir qator naqshlar bor. Bugün
Avval şu çoğunlarımızga bir rahmetimiz aytish münasebeti bilen Habibullah, Dilmurat Yakupcan. Ata ve ana degan naqshni bir qayta bir eslab o'tib ketadi. Bo'ladi. Ajoyib yaxshi gap bo'ldi. Ajoyib yaxshi. Unda bo'lsa, unda siz barcha to'rdoshlar shu ata va ana degan naqshning bayam ashulgan ben 97-yillikni ko'rib chiqdinglar. Endi 2025 sizlarga qayta bir o'zinglar sunmoqchimiz. Boshlab ketamiz. Nahmaydan boshlaymiz. Bo'ldi, hamsa huzuringlarda ata va ana degan naqshimiz bo'lsin. Balam de her daim at ve ana Bağrığa çın bisip söyüdü seni